Alhamdulillah, mana ko'rib turibsizlar. Mana 05 ekranga olib oldik. Videoga syomka qilish to'g'ri. Zinapoya полный обзорda tushsin, ya'ni qilinayotgan ishlarimiz jarayoni. Zinapoyamizni oldi. Mana shu ko'rib turgan joyning eng tor joyda 23.9, ya'ni 24 sm, orqamiz esa orqa stupenkasi esa 43 sm dan bo'lgan, o'rtasi 31 sm dan chiqqan. Eng tor zinapoyamizdan tor joyda 120 sm bo'lgan. Xo'p, stupenkamizning balandligi esa 15 sm dan, ровно 15 sm dan tushgan. Ko'rishing mumkin, zinamizni yo'llari полный avalniy bo'lib chiqib borgan. Tepasida bu yerda oysimon ko'rinishda monolitning plashatkamiz bor, armaturasini ham to'qib tayyor qilib qo'yganmiz. Mana bu esa tepa tomondan ko'rinishi zinapoyamizni. Bu qilgan ishimiz Angrenda. Juda go'zal chiqqan zinapoya ham. Qilgan ishlarimizga albatta ma'qul kelgan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib, qilgan ishlarimizni like bilan bosib, ustalarimizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Albatta shuni so'rab qolamiz sizlardan. Bizning kanalimizga obuna bo'lishinglarni, shogirdimiz, yangi shogirdimiz Mahmudjon ustamiz doimgidek Abduqahhor shuni aytyapman. Baq qish keldi ustaga. Shart emas. Ko'rishinglar mumkin. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh. Yaxshilikda ko'rishaylik. Mahmudjon keling, kamera. Tilallaringizni bildirib qo'y, ezgu tilallaringizni. Bitta o'ttuga Managa ahamiyat bermas, undaroqqiga, salaroqqiga, undaroqqiga. Jinimiz bari usta yig'ishtirak. Ana. Ana, yig'la. Mahmudjon, men qara uka. Ha. Undoqroqqiga. Yo'q. Tavba. Davay, birini, voy, boshlash. Ustamiz o'zi baqchaqir to'polon qilishni boshladilar. Ishlash kerak ekan. Men seni